Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhtaram jamoat, barchamizga bugungi Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin muborak bo'lsin. Bu ulug' muborak kunlarda yaratgan mehribon Robbimiz dargohi oliyasidan yig'ilayotgan barakatlardan hammamizni bir bahramand bo'lishimiz ilohi Alloh o'zi nasib etgan bo'lsa ilohim. Inshaalloh bugun sizlar bilan suhbatlashadigan mavzuyimiz ushur haqida bo'lishi kerak ekan. Ushur baraka omili debdi. Ya'ni mana yig'im terimlar avjida bo'lib turibdi, o'sha uchun shu mavzu kelgan. Endi albatta zakot, ushur buni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Alloh taborak va taolo biz bandalariga bu foniy dunyoda ko'p kasbkorlarni nasib qilib, o'sha kasbkorlardan topgan mol dunyoyimizdan Alloh izni bilan albatta topiladi. Shu topganlarimizdan zakot chiqarishlikni Alloh taolo bizga farz qilgan. Ushurni esa ba'zi ulamolar vojib deganlari bor, ba'zilar esa farz deganlari bor. Umuman olganda Alloh taolo buyurgan. Endi zakotda bilamiz, molni 40 dan biri beriladi. Ya'ni pulingizni 40 ming dollaringiz bo'lsa, 1000 dollar beradi. 40 ta molingiz bo'lsa, bitta mol beriladi. Buni hamma yaxshi biladi. Endi ushur endi ko'proq bu mana jarba oshda nariyoqqa tegishli gapdi o'zi aslida. Bu yerda dehqon kichik kamroq, aslida dashtdan ko'pchilik keladi bu yoqqa. Ushur degani bu arab tilida un degani bo'lib, ya'ni bu o'sha undan birini o'sha berishga aytiladi. Ya'ni foizga nima qilayotgan bo'lsa, molingizni o'sha 10% chiqarib ketilaveradi. Va sug'orilishi qiyin bo'lgan lalimokor yerlar bor, keyin sug'orilayotgan joylar ikki xil bo'ladi. Ya'ni sug'orilish mana yomg'ir yaxshi yog'ayotgan joy bo'lsa, agar shu turish ham aralada mana suv yaxshi kelib turgan joylar bo'lsa, unda undan birini beraveradi. Agar suvni tashib kelib, sotib olib sug'orayotgan bo'lsa, juda qiynalib, xolos mashaqqat bilan yetishtirilayotgan bo'lsa, unda 5% beriladi, 10% emas. Endi buni dehqonlarimiz o'zi yaxshi biladi. Ammo endi bizni bilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa shuki, ushurni kimdir mana bug'doy ekkan, kimdir kartoshka ekkan, kimdir piyoz ekkan. Mana shu ekin-tekinlarda, ya'ni 1 tonna chiqsa shuni demak 100 kilosini berish kerak, yoki 100 kilo chiqsa shuni 10 kilosini berish kerak deydigan bo'lsa, shu ekin-tekinni jinsidan bergan yaxshimi, yoki sotib pulni bergan yaxshimi desa, bizning mazhab ulamolarimiz aytadi, yo uni o'sha ushurni oluvchi bo'lgan miskin odamga sotinglarda shuni pulini berginglar deydi. Chunki hozir siz bir kishiga 10 kilo piyoz olib borsangizda, mana bu men ushurim deb bersangiz, balki unga piyoz kerak emas, piyozdan ham ko'ra zarurroq bolalari uchun bir mana qish kelyapti, kiyim kerakdir balki. Yoki maktabda bolalar o'qiyapti, ularga ruchka, daftar kerakdir. O'sha piyoz yemasa ham yoki kartoshka yemasa ham kuni o'taveradi. Biroq mana bu sovuq havolar kelyapti, bunda oyog'iga bir issiqroq poyabzal olmasa bo'lmaydigan holat bor. Shuning uchun biz ulamolarimiz shuni sotib pulini bergan afzal deyiladi. Endi islomda, shariatda, umuman dinda, ya'ni banda Alloh taolodan bir yaxshilik umidida bir ish qilar ekan, albatta eng afzalini qilish kerak. Sahobiy ikromlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelib savol so'raganlarida doim ular ya Rasululloh ayyul afzalu ayyul a'malu afzalu deb so'radilar. Ya Rasululloh, amallarda eng afzalini bizga o'rgating derdi. Va amal taqal qilib yursang bo'laveradi deyish bizga qolib ketdi-da bugun. Bo'ladi, 5 malda o'qiyapman, nima jon deng deyoradi bir xillar. Yoki masjidga bir haftaga bir jumaga chiqyapman, jon demaysizmi deyoradi bir xillar. Mayli, jon deymiz, boshqa nima iloji bor? Ammo sahobalar uni qilmagan. Sahobalar zo'r bo'lgan, amalda ham zo'rini qilgan va Alloh taboraka va taolo ularni haqiqatda zo'r inson ekanligini tan olib, qabul qilib, qiyomatgacha ummatga ularni dars qilib, o'rnak qilib qo'yib qo'ydi. Sahobalar shunaqangi bir ulug' darajada yetishdiki, mana shu himmatni balandligidan, himmatni zo'rligidan ularni Alloh taboraka va taolo tirik bo'la turib jannatda xabarini yetkazib qo'ydi hozir. Bu juda ham katta baxt, juda ham katta yutuq bu aslida. Sahobalar haqida yoki o'tmishdagi buyuklar haqida gapirilganda, endi ular boshqacha odam bo'lgan deydi. Ular hech qanaqa boshqacha odam bo'lmagan. Qaytamga hozir shu sahobalarda birontasini yoki tobiinlarni birontasini olib kelib bizni oramizga qo'yib qo'ysa,
ularda sahobalikni hech kim tanimaydi. Ularda buyuk tobiin ekanligini hech kim tanimaydi. Chunki ular nihoyatda oddiy hayot kechirgan. O'zlari yerda bo'lgan, lekin qalbi Allohga bog'lanib bo'lgan odamlar bo'lgan. Ular nihoyatda ser-himmat bo'lgan. Himmati nihoyatda baland bo'lgan. Shuning uchun ulamolarimiz ular haqida ta'rif berishadiki, ularni o'zlari yerda turar edi oyoqlari, lekin himmatlari osmonda turardi ular deydi. Biznikicha o'zimiz osmonda, himmatimiz bugun yer bilan bitta bo'lib turibdi-da bugun odamlarda. Bitib ketgan, qotib ketgan bo'ladi. Mana ahvolda. Shuning uchun bu dunyo imtihon. Alloh tabaraka va taolo hammani har xil yo'l bilan imtihon qilyapti. Kimgadir mol dunyo berib, kimgadir ozroq berib yoki kimgadir umuman bermasdan, yoki kimdadir bir dardi bor va hokazo. Ko'plar aytib qoladi-da, nima uchun faqat Xudo taolo bizni boshimizga buncha sinov berar ekanda? Kim aytdi faqat sizni boshingizga shu sinov beradi deb turib? Endi ko'chada hamma dardini aytib yursa, voy menda bunaqa dard bor, menda bunaqa dard, ko'cha aytishni tasavvur qiling-da. Hamma dardini aytib yursa, bu hayot bo'ladimi? Mu'min odam dardini faqat Allohga aytish kerak. Faqat Allohga aytish kerak. Mana shu mashhur o'zimizda o'sha o'tgan sanatlar orasida mana Robiyatul Adaviya degan bir ayol kishi o'tgan, juda mashhur ayollardan eng buyuk vali ayol o'sha ayol hisoblanadi. O'sha inson dunyoga kelgan chog'larida otalari uyga kelib, xotin Alloh taolo bizga nima farzand berdi desa, shu quchoqlab qorong'ida yig'lab o'tiradi, Alloh taolo qiz farzand berdi. Xo'p, qiz farzand bergan bo'lsa, nega yig'laysan? Ha, o'zi 4ta bola, 4talasi ham qiz bo'lgan. Shuning uchun Robiya deb arab tilida Robiya degan 4 degan shuning uchun 4-qiz deb keyin Robiya deb qo'yamiz degan. O'shanda dedi, ayol yig'lab tursa, nima Allohning taqdiriga norozi bo'lib yig'layapsanmi desa, Allohning taqdiriga norozi bo'layotganligim yo'q. Chaqaloq qiz bola. Birinchidan, ikkinchidan mana kechasi sham yoqib bir yoriq qilib turishga shamimiz yo'q. Undan keyin esa bu qiz bola, buni bir yo'rgaklashga bir matomiz ham yo'q. Keling dadasi chiqib bir qo'shnilarni birontasidan bir chiroq yoki birontasidan bir mato so'rab turing deganda, o'shanda Robiyatul Adaviya onamizni dadalari yig'lagan ekanda. Xotin shu paytgacha Allohdan boshqadan hech kimdan men narsa so'ramaganman. Nahotki shu bolam tufayli men Allohdan boshqadan dunyoni so'rashga endi men majbur bo'lishim kerakmi deb turib Xudoga nola qilib yig'lagan ekanda. Qarangda, shunaqa insonlar o'tganda, Allohdan boshqa hech kimdan hojatini so'ramagan. Bugun ba'zi insonlar bor, endi ko'raverasizda ahvolni. Har kuni tilamchilikni o'ziga kasb qilib olgan, Xudoni umuman unutib yuborgan. Bu ketishda biz qaqqarib ketyapmiz. Yana men o'zimizning tilda boqimonlar deydi, shu narsaga o'tib olgan odamlar bor. Bular umuman Xudoning rahmatini umuman ko'rmaydi ham, dunyoga nima uchun kelganligini bilmaydi ham bular. Shuning uchun asosiy maqsad shuki, Alloh tabaraka va taolo bizni bu dunyoga sinyapti, imtihon qilyapti. Dunyodagi eng baxtli, eng boy odam kim? Eng boy odam Alloh taolo taqsimlab bergan rizqi rozi bo'lgan inson dunyodagi eng baxtli odam bo'ladi. Ana shu Alloh taoloning taqsimiga biz bugun birinchi o'rinda rozi bo'lishni o'rganishligimiz kerak azizlar. Alloh tabaraka va taolo Qur'oni azimi shanda bizga shunday buyuradiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ard. Ey iymonli bandalarim, sizlar qo'llaring bilan kasb qilgan, topgan narsalaringdan minat toyibat, eng pokizalarini meni yo'limda ihson qilinglar. Qarang, Alloh taolo nimani bizga bu yerda buyuryapti. Ey iymon keltirganlar, ey iymonni avvalgi jumlada aytgandek-ku, insonlar demayapti Alloh taolo. Ey iymonlilar deyapti. Demak, insonlarning ichidan o'ziga iymon keltirgan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarni alohida ajratib olib Alloh taolo xitob qilyapti. Ey menga ishongan bandalarim, sizlar o'zlaring qo'llaring bilan kasb qilib topgan pullaringdan, mollaringdan meni yo'limda eng pokizalarini ihson qilinglar. Dehqonchilik qilyapsizlar, kartoshkani katta-kattaligi sartaroqga qilib qo'yganlaring turibdi, bu yerda ketmon chopgan, chirigan maydalar bor. Shu mana maydani chiqib ihson qilib yuborgan deydi. Ko'plarda
Hamshiraga tarqab chiqdi, ihson dedi ki, ertaga yana g'o'ddayib, kecha o'g'limdan berardim, bir satl kartochka sizga berdim, ha berdi, ketma chopganlarini desa, xafa bo'ladi. Yo, rahmat deyishini xohlayapti-da. Qarang, Alloh taolo bizga o'rgatyapti. Hali o'tmay qolgan, bozor tortmay qolgan, o'zing ham yeyishga, agar archishga erinib qolgan kartoshkalar bor-da, mayda-mayda haligi tovuqnikida ham emas, muzchan tuxumda bo'lib qolgan. O'shani chiqarib bermanglar deyapti Xudo taolo. Zo'rlarni beringlar. Shu ko'rganda hali kambag'alning ko'zi quvnab kelsin. Wala tayammumul habita minhu tunfiqu wa lastum bi akhirihi illa an tu'midu fihi wa a'malu anna Alloha g'aniyyun hamid. Mana oyatda aytayotgan Alloh taolo endi sizlarga berganda yuzlaringda burishtirayotganini bermanglar deyapti. Mana hozir biz chiqarib beryapmiz. Delik, men hoji akamni uyiga, delik, men bir yarim qop kartoshka, yarim qop o'sha sabzimi nimanidir masalan berkinglar deyman bolalarimga misol. Albatta bolalar so'raydi, qaysidan deydi. Deb qarab, "O, narigi qopidan." U qoplanmagan u. Qoplangandan zo'r turibdi, oftobda turibdi u. Shu turish ham uni eshaklar ham yuboradi-da uni, molda eshaklarga ham beryorlar. Ana shundan dedi, yarim qop hoji akamniga berkinglar deymiz-da. Ya'ni ihson deb aytib qo'yinglar, duo ham qilsin deb qo'yamiz-da. Mana shu ahvol bugun juda ham avj olib ketgan. Alloh taolo biz bandalarni shundan qaytaryapti. Ya'ni sizlar ihson qilyapsizlarmi? Sizlarga ihson qilinganda og'ilaring kelmasdan yuzlaring burishib turganini endi men yo'limda birovga bermanglar deyapti. Mana hozir mashitda o'tirgan hamma aytsin. Mana hojiki siz ayting misol, Kamol siz ayting. Qanaqa kartoshka ihson qilishimni xohlaysizlar sizlarga misol? Men 10 gektar kartoshka ekkanman misol uchun. Ha, zo'rdanda. Shuncha sen zo'rini bering-da. Sen zo'rini bering. Men hozir akam masalan men tarvuz sotdim misol, baraka topdim. Qancha odam istifoda qildi. Bo'lmay qolganini o'zingizga ham olsangiz olgingiz kelmaydi-ku. Xuddi shunaqangi. Sonra rahim berdigan mashinaga bitta amortizator ketib qolgan, tuzatib bersam, birovnikidan yechib olingan, u tashab ketgan qo'yib bersam menga. Domla duo qilib qo'yasiz. Men duo qilmayman-da buni. Xuddi shunaqa taqir-tuqir qilib berdi duo ho'gozi. Tushunarli bo'ldi hammamizga aslida. Bu bitta ikkita misol aytaman, hammamiz uchun bu aslida o'g'it azizlar. Alloh taolo bizdan shuni xohlayapti. Ammo bu yerda Alloh taboraka va taolo siz bilan biz bandalarda bergan u narsalarimizga muhtoj emas. Alloh taboraka va taolo bizni shu yo'l bilan sinayotganligini aytayapti. Endi biz Alloh uchun zo'rini bersak, Alloh taboraka va taolo ham bizga zo'rini beradi. Sahobalar shunaqangi yutuqqa erishgan odamlardir ular. Ular sahobalar o'zlari yeb turgan narsalar ichida eng saralarini chiqarib berardi ular. Alloh taboraka va taolo o'sha uchun Qur'onda ular uchun oyat nozil qildi. Radhiyallohu anhum va razu anhu. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Endi ular ham qiyomatda Robbilaridan rozi bo'ladi. Bu baxtli saodatli buyukligini qarang-da. Alloh taboraka va taolo mana tasavvur qiling, hozir bizga ham Alloh taboraka va taolo o'lmasimizdan turib ihsonimizni qabul qilganligini, yoki jannatda bizni qanaqangi hurlar, qanaqangi qasrlar kutib turganligi haqida bir xabar kelsa. Menda payg'ambarga endi kelmaydi, ammo bir solih bir tush bo'lsa-da, shu tushimiz orqali Alloh taolo ko'rsatib qo'ysa, qancha biz rohatlanib, ruhlanib, boshqacha biz hayotga kechirgan bo'lardik. Lekin u zamonda saodat asrida payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'zi ularga aytardi hammasini. Hattoki Hazrat Umar roziyallohu anhu, Bilol roziyallohu anhularga, Abu Dardo roziyallohu anhularga jannatda ko'rgan qasrlarni kelib xabarini berardi. Sizlarni dunyoda qilgan mana shu ishlaring uchun Alloh taboraka va taolo mana bundoq ajrlarni tayyorlab turibdi. Qarangda qanaqangi katta saodat. Biz ko'p aytamiz, sahobalar haqida, avvaldagi o'tgan buyuk tobiinlar haqida bir xush xabarlar gapirilsa, hech qachon endi ular boshqacha odam bo'lgan, ular payg'ambar bilan hamzamon bo'lgan degan fikrga bormaylik. To'g'ri, payg'ambar bilan hamzamon bo'lishlik bu hayotdagi eng ulkan buyuk saodat. Nima? Alloh taboraka va taolo o'z zotlariga buyuk saodatni in'om qilyapti-yu, siz bilan bizni mahrum qilmoqchimi? Aslo. Alloh taboraka va taolo bizga ham o'sha saodatni nasib qilib turibdi. Sahobalar payg'ambarning suhbatini olib yashab o'tgan insonlar
qiyomatgacha keluvchi odamlarga ular bir o'rnak, ular go'yoki bitta shablon, biz tilimizda aytganda. Mana hozir biz qanaqa yashashni bilib dovdirab yuribmiz-da. Hozir bir odam narmani bitta pul topadi, o'ziga yarasha, bola chaqasi ortyapti. Qilayotgan ish aniqda. Mashinada ikkita qiladi, uyda ikkita qiladi, hamma narsa ikkitadan ketaveradi bu yoqda. Reja aniqda. O'sha ishni qilgan odamni ko'rib, ikkinchisi, agar men ham shunaqangi pul topsam, men ham hamma narsani shunaqa ko'paytiraman deydi. Lekin niyat qilmaydiki, mana bu masjidni to'g'ri bitiraman demaydi-da. Mana masjid bitmay turibdi. Domla har juma jog'iryapti. Lekin shu orqa safdan ketdik, domlaning ko'ziga ko'rinib qolmaydi deb yuribmiz. Puli borlar. Qarangda, Alloh tabaraka va taolo buni hammasi oxiratda so'raydi. Bunday olib qaraganda biz qanaqa yashashni bilmay qoldik. Mana shu yashashimiz qanaqa yashashni biz bilmay qolganligimizdan hammamizga tegishli. Menga ham tegishli, sizlarga ham tegishli narsa bor. Chini bilan hozir ertalab tursak, hovlimizga bir qop tilla yoki bir qop bir dollar kimni tashlab kelsin, shoshib qolamiz. Bironta odam ana shu bir qopni shunday hammasini olib kelib masjidga bera olmaydi. 100% garantiya beraman shunga. Ko'chasidan ketganda 100%. U planlar bordi uni. Planlari tiqilib yotdi edi. Planlarni qilib bo'lgandan keyin yana planlar bordi unda. Kim bizga kimdir eshittirib qolib shunaqa bo'libdi desak, o'zi u joy topib ketdi deb aytadi. Ana shunaqa holat. Biz endi qanday qilib oxiratda Robbimizning huzuriga borganda yuzimiz yorug' bo'lishi mumkin. Inson o'zi uchun qilgan narsalarga ajr yo'q. Insonni o'zi yeganiga, o'zi qurgan 2 qavat uyiga savob ajr berilmaydi. Lekin o'zidan tashqariga qilinganiga ajr beriladi. Bo'lib ham bu masjidlar qilinsa, bironta yetim yesalarga, bechoralarga, o'ta shunaqangi bir mulzam bo'lgan hayotda o'ta kambag'allarga agar qilib bersa, mana bunga ajr savob yosiladi. Bu degani o'ziga qilmasin degani emas. Inson albatta zakotini vaqtida berib tursa, ushurini vaqtida berib tursa, mayliga o'ziga qilgani halol, lekin savob emas. Tushunarlimi? O'ziga qilgani mayli, ikkita mashina olsin, ikkita uy olsin, nima qilmay ikkita qilsa qilaversin, u hokazo gunoh emas. Agar u zakotini, ushurini berib turgan bo'lsa, lekin gunoh emas degani unga savob beriladi degani emas. Mana hozir yangi kostyum kiyib olsam, menga savob berilmaydi. Lekin shu yangi kostyum olganligi uchun gunohkor bo'lmayman xolos. Lekin endi aqlli inson, haqiqiy tadbirkor inson yig'ib shu dunyoga tashlab ketsa, u qanaqa odam bo'ladi? Bu o'zimizni yaxshi ko'rgan bo'lmaymiz-da bizlar. Haqiqiy o'zini yaxshi ko'rgan odam shu dunyoda topgan hammasini olib ketish kerak oxiratga qarab. Nimaga? Alloh taolo Qur'onda bizni ogohlantirdi. Va qaddimu li anfusakum. Va qaddimu li anfusakum. Sizlar dunyoda hayotlik chog'laringda, bu dunyo imtihon, vaqtincha omonatga berilgan, bu dunyoga kelmasdan turib jo'natib qolinglar sizlar uchun ba'zi narsalarni deydi. Ba'zi bir qo'llaringdan kelgan narsani jo'natib qolinglar deydi oxiratga. Mana o'zingiz o'ylang, oxiratga qancha jo'natyapmiz, dunyoga qancha sarflayapmiz. Mana hozir bir oyda 10 million topayotgan odam, maosh olyapti 10 million odam. Misol topyapti. O'sha 10 million topayotgan odam 5 millionini hech yo'g'i oxirat uchun sarflayaptimi? Yo'q, sarflagani yo'q. Bitta tadbirkor kelib bizdan maslahat qildi. Balkim bugun jamoatimizda u yo'qdir, lekin u eshitib turibdi bizda. Doim eshitib turar ekan. O'ziga aytgani yo'q, odamni o'ziga aytganda orqasidan gapirish yaxshiroq edi. O'ziga balki aytsa xafa bo'lib qolishi, umumiy qilib aytayapman, uni ismini aytmayapman, balki u boshqani deb aytayotgan bo'lishi mumkin. Va hokazo. Tadbirkorlikni ba'zi bir sir asrlarni so'raganda men aytibki, Alloh bilan ahdlashgin dedim. Ey Allohim, men mana shunaqa ishxona qurmoqchiman. Shunaqa narsa ishlab chiqarmoqchiman. Agar shu narsa ishlab chiqaradigan bo'lsam, Allohim yo'lingda boy bo'lishni menga nasib qilgin deb so'ragan dedim. Ana endi mayliga u 50%, 50 ga 50 yoki 60 ga 40 ham demayman mayliga. Ki shuni o'zingda himmating mana dedim. Alloh taolodan ahdlashdaginim himmatingni aytgani qanchasi o'ynamoqchisan dedim. O'ylab turibdi, mayliga bir 10% ni chiqarayin deyapti. Mana himmati zo'rligini qarang-da. 10% ni chiqaray deyapti. Endi o'sha darajasiga chiqarmoqchi ekanda.
Xo'p, yaxshi mayliga. Hamma himmatiga yarasha oladi. Duoni qildik. Alloh barakasini bersin dedik. O'sha ishxonasini ochganda ham borib duo qilib keldik Alloh izni bilan. Alloh berdi. Zo'r o'tdi. Bir kun kelib oradan necha vaqtlarda o'tgandan keyin so'radim. Falonchi aka o'sha paytdagi va'da bo'lyaptimi yo'qmi desam, bo'lyapti-ku ya dedi. U yasi nimasi dedim-da, bo'lyapti bilan yana farqi katta-yu. Nimaga desam, o'sha 10% chu katta narsa chiqib boryapti dedi-da. Bugun voqea. Mana dunyoning imtihonligini qarang. 10% qiladim, juda katta narsa chiqib boryapti. Shuni dedi, mana shu oxirgi payt o'ylanib qoldim deyapti. Mana ahvol. Oramizda unaqalar ko'p. Bugun voqeani aytayapman men. Mayliga agar gapimizdan tushunib aytsa, agar qizim senga gapirdim, kelinim eshitdi, shunaqa deb bo'laversin mayli. Endi din nasihat. Din nasihatdan iborat. 10% beradimi? Bermaydimi? O'zini ishi. Lekin bermasa men shu uchun odam uchun achindim degan gapni ochiqda. Yig'ib, shuni o'lib qolsa hammasi qolib boryapti-da. Yig'ib tashlaydi, qolib boryapti. Hech zamonda o'zini yaxshi ko'rgan odam izilib, ishlab, eshakday ishlab orqamizdan tashlab ketib qolsak, olib keta olmasdan. O'zimizga ichimiz achimaydimi bizani? Bitta narsa bor, bizda bitta xom xayol bor. Hammamizda. Xudo xolasa orqadan bolalarimni qoldiryapman, mana shu bolalarim meni haqimga ehson qiladi dedi. O'zimiz qilmaganda bolamiz qiladimi? Tasavvur qiling-da. Hayotda hech kimni o'zi joni ichi achigandek bolasi ichi achimaydi bizga. O'zimizni jonimiz achimagan bolamiz bizga ichi achiydimi? Bolangiz ham bolasiga deb qoldiraveradi. Endi otam o'tdi ketdi-da endi deydi. Nima qilamaydi uni deydi. Hay, to'g'ri, Ramazonda iftorlik qilib beradi, chotki qilib. Uni ham savob borami yo'qmi Xudo biladi. Mana shunaqa achinarli holatga tushib qolganmiz. Hech qachon aqlli odam deydi Sa'diy Shirozi rahmatullohi alayhi. Hech qachon aqlli, dono odam, tadbirkor odam bolasiga ishonmasin deydi. Bolasiga kuni qolmas hech qachon. Hech qachon o'sha duo qilganda ham bolam orqamdan jo'natadi deb umid qilmanglar. To'g'ri, hadis bor Rasulullohdan. Kimda orqasidan solih farzandi qolgan bo'lsa, o'sha solih farzandi qilib turgan amallarini foydasi unga boradi degan. Lekin biz o'sha farzandga mutlaqo suyanib qolmasligimiz kerak. Mayliga, qanaqa foydasi tegadi? Biz o'sha farzandga solih amal qilishni o'rgatib qo'ysakgina uni bizga foydasi tegadi. Qanday? Mana bugun masjid qurilyapti, bolalaringizni yetaklab masjidga olib kelyapsiz, ketyapsiz. Har kelganda shunday bolangiz to'xtab tur deb qo'liga 10 ming deb beringda, o'zingiz bir 100 mingni olingda, bola mana bu masjidning sandig'i. Buni imom yeb ketmaydi buni. Mana shu masjidga ishlatadi shuni. Keyin niyat qilib solaylik deb soling. Bolangiz ham ko'rib o'shani solsin. Bir 10 juma shuna qildiringda. 11-juma kuni shuni bolangiz qo'liga pul berib nima qilsang qilingda, o'ziga o'sha yashga solaydigan bo'ladi. Mana bu orqangizdan qolayotgan solih farzandi foydasi mana bunaqa bo'ladi. Ana endi ota-onamiz tirik. Biz ota-onamizga yaxshilik qilaveraylik, buni bolamiz ko'rib katta bo'lyapti. Ana bu bir kun kelib o'sha bolamizga o'shanaqangi bizga foydasi tegadi. O bolani o'qitib qo'yib boshqa qilib endi bir kun kelib bu menga foydasi tegadi demang deydi. Hattoki deydi, mana bolani bitta misoli deydi, bir ajib gap gapirganda, mana orqamizda hammamizni qo'limiz yetmaydigan joy bor-da. Bir pasha chaqib qoldi. O'sha qo'lingiz yetmaydi. Ayniqsa qishki kuni chapon kiyib olgan paytingizda bolangizga orqamda qo'shar desangiz, "Men berma" deydi. "Ya men berma" dedi. U yog'i, tepa, yonbosh past baryapti cho'kib olib ketdingiz, oxiriga devorga qashingiz. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bolangiz ham to'chni savobni borayotgan joyini bilmaydi. Bitta orqangizni qayerga qichib qosh kerakligini bilmagan bola sizni do'zaxdan qanaqangi chiqarishni biladimi deydi. Sa'diy Shirozi bir tafakkurona gaplarda bu. O'shuning uchun qarang, bobolarda hammasida haligi katta cho'p bo'ladi. Bu nimaga? Orqa qosh uchun deb qo'yadi bu narsani. Datarasi o'tirib qolmiş. Atayla o'chirib qo'ymadimi?
Ana shunday azizlar, shu uchun hammamiz o'zimizda o'ylaylik. Aslida ko'plar aytadi, mo'min musulmon odam nima topganini chochaverish kerakmi? Ha, musulmon odam ba'zilar borda, musulmon odamlar cho'kda kallasi yaxshi ishlamayveradi. Nimaga? Topganini ehson qiladi deydi. Aslida eng o'zini o'ylayotgan egoist musulmon bo'ladi. Dunyoda eng o'zini o'ylovchi odam musulmon bo'ladi. Nimaga? Nimaga deganda, mana bu dunyodagi eng tadbirkor odam bir chet davlat bilan paloncha, pismadoncha puli aniq bor odam bilan shartnoma qiladida, ana keyin biz investitsiya kirgizyapmiz, unaqa bunaqa deydi, nechtatasi uxlatib ketyapti-ku. Bo'lyapti-ku. Men bunaqa odam deb o'ylamadim buni deydi. Ha? O'ylamaysan-da. Bo'lyapti bunaqa. Lekin musulmon, haqiqiy musulmon esa bu masjidga yoki shunaqangi bir kambag'allarga qilingan ehsonlari bu masjidga yoki kambag'allarga emas, bu Alloh bilan shartnoma qilyapti. Hech qachon va'dasini buzmaydigan zot bilan shartnoma qilyapti. Bo'lganda ham qanaqa? Biriga kamida 10 foydaga o'ynayapti bu. Undan 700%gacha foydaga o'ynayapti bu musulmon. Bitta masjid kim dunyodagi quradigan bo'lsa, oxiratda bitta qasr naqd deyapti hadisda Rasululloh alayhi vasallam. Kim yutyapti bu yerda? Mana bu imtihon dunyoligini qarangda. Mana shu masjidni bitta qurgan odamga jannatda qasr naqd. Mana musulmon yo'qotyaptimi? Yoki kim yo'limda bitta ehson qilsa, 10 ta ko'paytiraman deyapti. Bu isboti nihoyatda ko'p ko'rilgan narsalar. Qani musulmon qanday qilib yo'qotishda bo'lar ekan? Musulmon katta foydada. Musulmon dunyodagi eng aqlli inson bo'ladi. Alloh bilan agar kim ahd vafo qiladigan bo'lsa, Alloh bilan shunaqangi shartnoma qiladigan bo'lsa, eng baxtli, eng omadli inson o'sha inson bo'ladi. Shuning uchun men dehqonlar o'lib, endi 1 yil ketmon chopib, kimganda dinga olib borib beraveramanmi demasligimiz kerak. Alloh taborak va taolo Qur'onda bizga aytadiki, nasauzubillah, afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Sadaqallohu azim. Sizlar ekayotgan ziroatlaringiz haqida hech o'ylab ko'rdilaringizmi? Ey bandalarim deyapti Alloh. Ekayotgan ziroatlaring. Mana shu qovun, kartoshka, piyoz va hokazo. Yer yuziga nima ekayapmiz? Ekin-tekin. Alloh shuni aytayapti bizga. Afara'aytum ma tahruthun. Hech o'ylab ko'rdilaringmi? Men dashtdagilar bug'doyda chochayapsiz. Ekayapsiz bug'doyni. Sug'ordingiz. Qarab turishdan boshqa ishga biz yaramaymiz. Tasavvur qiling. Shu sochib ekkan bug'doyimizni bizga ko'rinib o'tirishi ham shart emas. Shunday pastdan kelib qurt qumursqalar hammasini tashib olib ketib qolsa, biz nima qila olamiz? Biz faqat yerda tepasidagi qushlar qo'nsa, hay kish deyishga yaraymiz, xolos. Chini bilan agar kelsa, ulardan kish deya olmay qolar ekanmiz. Xudoy taborak va taolo bizni azizlar mana shunaqangi narsaga tafakkurga undayapti. O banda, hech o'ylab ko'rdingmi? O'ylab ko'rmaymiz-da bizlar shuni. Sochyapsiz? Tafakkur qilish kerak bo'lgan narsa-yu. O'sayapti. Bug'doyda 2 metr bo'lganini kim ko'rgan? Oramizda kim eng yosh o'g'lon? Ajoyib siz yoshingizni his ko'rgansizmi? 2 metr bug'doy bo'lganini. Tasavvur qiling, bug'doy 2 metr bo'lsa nima bo'ladi? Uni kim shunaqangi 1 metr, 1,5 metr qilib qo'yapti uni? Hech shu haqida o'ylab ko'rganmizmi? Xudoy taolo shuni aytayapti, o banda, agar bug'doyni 2 metr qilib qo'ysa, hamma joyda hashak somon bosib ketib, hali bug'doyda donini topa olmay qolasan, deyapti. Uni sizlar undirdilaringmi yoki biz undiryapmizmi? Buni o'ylab ko'rmaysizlarmi sizlar? Antum tazra'un am nahnu zari'un. Biz o'stirdikmi? Sizlar o'stiryapsizlarmi? Buni nimaga o'ylab ko'rmaysizlar? Agar biz xohlasak, uni quruq cho'pga aylantirib qo'yishimiz ham mumkin. Bo'ldi shunaqa narsa. 2008-yilda chamamda bir shunaqa qattiq sel bo'ldi. Erta bahor o'zim hovlimda paxsa o'ldirib turibman. Qo'shnim bilan oramizda devor. Paxsalar yiqilib tushyapti. Shunaqa qattiq sel keldi. Meni qiyomat qoyim bo'ldi, o'shanda qo'rqaman gapdan ochig'i. 2 metr nariroq ko'rinmaydi. Shamol bilan shunaqangi kelib, bitta sigirni uchirib ketganligini o'zim ko'rdim. Tomlarni shunday ko'tarib uchirib ketyapti. Ana keyin tahorat qilib o'tirib Qur'on o'qishga tushdik. Fa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
sizlarga o'lim kelguncha Allohni zikr qilinglar, ibodat qilinglar degan oyat bor-ku deb Qur'onda o'chirishga tushdik, boshqa qo'lidan narsa kelmay qoldi. O'shanda yomg'ir tindi. Uyimizni orqasiga o'tib qarasak, daraxtlar shunday cho'p bo'lib turdi-da, gilozlar rosa pishgan mahal ekan o'shanda. May oyimkan tikis qilib o'rgan. Darlarga naroqqa chiqsa ertasi kuni paxtalar faqat cho'p bo'lib turibdi. Alloh taolo mana shu Qur'onga o'qib tafakkur qilmagan bandani biroz sal tergab qo'yaveradi. O banda, agar xohlasak biz hamma joyda shunaqa qilib yorishga biz qodirmiz. Lekin shunaqa qilib turmaganligim bandam shukr qilar ekanmi? Buni o'zim yetishtirmayapman. Buni menga Robbim beryapti deb Robbisini taniykanmi deb Alloh taolo ahyon gohida bizga shunaqa bir belgilar berib qo'yadi-da aslida. Ha faloncha pismodancha bu yil shu yaxshi qiymatda bahor deb yuribmiz-da. Bu yil qish chatoq keldi ekan, issiq keldi-da. Alloh xohlasa o'sha yanvar dekabringizni ham 40 gradus issiq aylantirib yuborishi mumkin. Bo'ldi-ku bir paytlar. Ha, yanvarda o'rtasida daraxtlar gullab ketib, qani konditsionerni shunday qo'yib o'sha daraxtlarni yana joyiga qo'yib qo'yingizchi yaxlatib. Bo'lmadi-ku. Gulladi, yana bitta sovuq urib ketdi-ku. Innallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh hamma narsaga qodir. Xohlasa qishni chillasida hamma narsa gullatib yurar ekan, xohlasa bundoq qilib yurar ekan. Shuning uchun Alloh tabaraka va taolo bizga tafakkurga bizni chorlayotgan bandalarim, xohlasak biz bularda hammasini qurib qolgan cho'pga aylantirib qo'yish ham qo'limizdan keladi. Bizlar ziyon ko'rguvchilardanmiz deb qolishdan boshqa narsaga keyin yaramay qolasizlar sizlar. Attang, biz ziyon ko'rib qoldik-ku. Sho'rimiz quridik-ku deyishdan boshqa narsaga keyin sizlar yaramay qolasizlar. Agar chini bilan biz qattiq oladigan bo'lsak deyapti. Lekin Parvardigor Robbimiz shunaqangi mehribon zot, bizga doim rahm, doim shafqat bilan muomala qiladiki, faqat biz o'sha rahmni, o'sha shafqatni asli biz bugun bilishimiz kerak. Bu zakotda, bu ushurda nima manfaat bor desa, bandalar bir-biriga mehrlik bo'lsin, bir-biriga oqibatlik bo'lsin. Alloh tabaraka va taolo faqat bizdan shu narsani xohlaydi. Bandalar mehrlik bo'lsin, oqibatlik bo'lsin. Uxlamang. Bandalar bir-biriga mehrlik, oqibatlik bo'lib tursa, yomg'ir vaqtida yog'adi, vaqtida bug'doy chiqadi, vaqtida qish keladi, vaqtida hamma joyda bo'ladi. Agarki agar bandaligini unutib, batamom agar nafsga berilib ketadigan bo'lsak, hamma ishimiz chappa teskari ketadi azizlar. Biz bu dunyoga faqat qisqagina umrda yig'ib, terib, va aytganda 2-3 qavatlab binolarni qurib ketishlik uchun biz kelmadik. Biz vaqtincha mehmonmiz, anaman deb mehmonni muddati tugaganda o'zi bizni olib ketib bo'ladi. Ana endi ey Allohim bizni shoyatki dunyoga qaytarsang deb qolishligimizdan keyin bizga hech qanaqangi foyda yo'q. Shuning uchun azizlar biz doim Ibn Mas'ud aytganki roziyallohu anhu, sizlar hamisha hayotda adashmay desanglar, ey bandalar deydi. Adashmay desalaring, ham zamonlarga qaramanglar deydi. Ham zamonga emas, o'tmishda o'tganlarga qaranglar. Chunki ham zamon bo'lib turganlar fitnaga chalinishligi mumkin ekan. Qo'shnisi baland imorat qurgan odam fitnaga chalinib, bu ham imorat qurmasa bo'lmayapti-ku. Chunki xotini buni qilolmayapti, yeyapti-da. Mana qo'shnini qarang, undoq qildi, bu besh to'y qildi, bizcha hech narsa qila olganimiz yo'q, fitnalanib o'tiribdi-da. Lekin o'tmishga bitta qarang, sahobalar, tobiinlar aytdi-ku, Alloh tabaraka va taolo ulardan men rozi bo'lganman. Bo'ladi ham rozi qilaman dedi. Shu zotlarda hayotdagi bitta qaraylik, ular ham yashab o'tdi. Biz ham yashab o'tyapmiz azizlarimiz. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiy kirom bilan birga o'tirgan edilar. Shunda sahobalarga qarab savol qilishni boshladi. Ajibroq hadis, shu bilan inshaalloh suhbatimizga yakun yasaymiz. Jalasa Rasul sollallohu alayhi vasallam ma'ashabi radhiyallohu anhum. Sahobalar bilan birga o'tirgan edilar. Shunda sahobalarga qarab birinchi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga savol qildi. Bu bir ajib hadis azizlar. Shuning uchun sal uyqusi kelganlar bir hushyor bo'lamiz. Endi havo salqindi-ku, endi issiq uyqu bosada tushunardik. Endi salqinda ham uyqu bosish, endi bu sal insofon bo'lish kerak-da endi hammamizda. Qarang, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga Rasululloh alayhi vasallam savol beryaptilar. Mana bu hayotimiz uchun bir o'rnak bo'ladigan narsa. Ya Abu Bakr. Ya Abu Bakr, "Mada tuhibbu minad dunya?"
Bu dunyoda bir yaxshi ko'rayotgan narsangiz bormi? Agar hozir bizga o'sha savol berilinsa, tugamaydi, yaxshi ko'rgan narsamiz. Endi Alloh rozi bo'lgan kishilarni savol javobini qarang. Nada tuhibbu minad dunya? Dunyodan bir yaxshi ko'rgan narsangiz bormi sizda? Bir muhabbat qilgan narsangiz deganda Abu Bakr aytdilarki, bor ya Rasululloh dedi. Uhibbu minad dunya thalasa. Men dunyoda 3 narsani yaxshi ko'raman degan. Shunaqangi zohid kishi, Alloh rozi bo'lgan kishi, Qur'onda ismi zikr qilingan kishi, xafa bo'lsa Alloh taolo o'zi yupatgan kishi, dunyoda yaxshi ko'rgan narsasi bor ekanmi? Bor ekan azizlar. Rasulullohga aytayapti bo'lganda, dunyodan ya Rasululloh 3 ta narsani men yaxshi ko'raman degan ekan. Bular nima? Ya Abu Bakr deganda al-julusu bayna yadayk va an-nazaru ilayk va infaqu mali alayk. Ya Rasululloh 3 ta yaxshi ko'rgan narsam shuki, dunyoda siz bilan doim yaxshi birga o'tirishni yaxshi ko'raman degan ekan. Yaxshi ko'rgan narsasini qarang. Dunyoda faqat siz bilan o'tirsam, doim siz bilan birga yursam, birinchi yaxshi ko'rgan narsam. Ikkinchisi doim yuzingizga qarab tursam. Uchinchisi bor dunyomni siz uchun fido qilsam men ya Rasululloh. Dunyodagi yaxshi ko'rgan 3 ta narsam mana shu men degan ekan. Qarangda. Keyin shunda Rasululloh tabassum qilib qo'ydida, keyin Hazrat Umarga qarab, "Ya Umar, sizda ham dunyoda yaxshi ko'rgan narsangiz bormi?" deganda, Hazrat Umar roziyallohu anhu ham aytgan ekanlarki, "Ya Rasululloh, bor. Uhibbu thalas, menda ham 3 ta yaxshi ko'rgan narsam bor. U nima? Birinchisi, amru bil ma'ruf va law kana sirran. Ikkinchisi, va nahy anil munkar va law kana jahran. Va qawlul haqq va law kana murran." Ya'ni dunyoda amru ma'ruf doim odamlarni yaxshilikka chaqirib qolsam, bir daqiqa umrim qolsa ham, agar u oshkora bo'lsa ham, maxfiy bo'lsa ham, yomonlikni odamlarga qaytarsam dunyoda, u ham oshkora yoki maxfiy bo'lsa ham va odamlarga haqni yetkazish agarki u achchiq bo'lsa ham. Gohida biz birovga haqiqatni gapira olmaymiz, u achchiq deymizda, haqiqatan ham achchiq bo'ladi-da. Mana shu narsalarni men dunyoda yaxshi ko'raman dedi. Rasululloh alayhisolatu vasallam buni ham tasdiqlab qo'ydilar, ofarin deb qo'ydilar. Va anta Usmon, sizchi Usmon dedi. Bu haligi buyuk sahobalar bilan bo'lib turgan voqea. Hozir buni hammasi eshitamiz, oxiri sizlarga ham savol beramiz, hamma o'ylab tursin, qani biz nimani yaxshi ko'ramiz? Shunda Hazrat Usmon aytdilarki, "Uhibbu thalasa ya Rasululloh, menda ham 3 ta yaxshi ko'rgan narsam bor" degan ekan. O ajab, qarang. Bu nima? It'amut ta'am. Doim taom tarqatishni yaxshi ko'raman. Sahiylikni qarangda. Va ifsha salom, doim odamlar bilan salomlashib, odamlar bilan yaxshi muomala qilib yurishlarni yaxshi ko'raman men. Chunki har bitta musulmonlar salomlashganda nima bo'lardi? Gunoh to'kilardi. Qarang ularda g'ami qanaqa bo'lgan. Biz shu ko'rib qolmaylik shu falonchani, qari so'rab qolmasin deb qochamiz. Ular qari so'rasa ham boravergan ekanda oldiga. Uchinchisi, vasolati billal va nasniyam. Odamlar kechasi g'aflatda uxlab yotganda yarim kecha turib namoz o'qishni men yaxshi ko'raman. Dunyoda mana 3 ta narsani yaxshi ko'raman degan ekanlar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam bunga ham xursand bo'lib, barakalloh deb, Alloh unga baraka bersin dedi. Va anta ya Ali. Ey Ali, sizchi? Sizda ham bormi bironta deganda qarang. Ya Rasululloh, uhibbu thalas, menda 3 ta narsa bor degan ekan. U nima? Birinchisi ikromul doyf. Shu mehmonlarni mehmondorchilik qilishni yaxshi ko'raman. Bugun ham mehmonmi deymizda. Kecha ham o'z jo'natuvdagi boshqa mehmonga joyi qolmadimi deb qolgan joylarimiz bor. Endi buyuklarni gapini qarang. Doim mehmonlarga shuna hurmat qilishdi. Vasomo besof saratonda, rassi issiqda roza tutishni yaxshi ko'raman men. Dunyodan men umidim mana shu. Va oxirgisi vadar bu onuqi besof. Doim qilichim dushman bo'ynini qirqib tursa tinmay deyishni yaxshi ko'raman. 3 ta narsani yaxshi ko'ragan ekan. Bu kishiga ham Rasululloh xursand bo'lib qo'ydilar. Thumma sa'ala Abuzar, G'ifar roziyallohu anhu aytdiki, "Ey Abuzar, sizda-chi? Bu kishi ham juda buyuk sahobalardan." "Ya Rasululloh, menda ham xuddi o'shanaqangi 3 ta orzuyim bor, 3 ta yaxshi ko'rgan narsam bor." Nima bu? Endi bu kishinikini qarang. Al-ju' birinchisi, ochlikni yaxshi ko'raman degan ekan. Hozir kim shu narsani so'ra oladi? Ochlikni yaxshi ko'rar ekan. Wal marad, bemorlikni yaxshi ko'raman. Uchinchisini qarang, wal maut, o'limni yaxshi ko'raman dunyodan. Shu dunyoda o'sha 3 ta nasibam bo'lsa ekan degan. Bu sahobaniki ularnikidan oshib tushdi-da gap.
Bu kishi eng zohid sahoba bo'lgan. Eng zohid sahoba bo'lgan. Dunyoni tark qilgan kishi bo'lgan. Rasululloh alayhisolatu vasallam ta'jublanib ketdi bu kishining gapiga. Faqala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Valima?" Ey Abu Zar, nimaga bu uchalasini xohlaysiz? Bularni gunohi tushunsa bo'ladi. Sizni xohlayotgan narsangizni qarang. Ochligimish, kasalligimish, uchinchisi nima? O'limni yaxshi ko'rarmish. Nima uchun bularni yaxshi ko'rasiz desa, anin javobni qarang. Shunda Abu Zar aytdilar, roziyallohu anhu, "Uhibbul ju' li yarqil qalbi." Men ochlikni yaxshi ko'rishligim qalbim salomat bo'lsin deyman. O'zi odatda hammasi to'qlikdan kelib chiqadi-da. Qorni och odamning qalbi salomat bo'lar ekan. Qorni och odamning qalbi pok bo'lar ekan. Shuning uchun Ramazon qarang bizni qanaqa poklab qo'yadi. Ikkinchisi, uhibbul marad li yaghfira dhanbi. Men bemorlikni yaxshi ko'rganligim gunohlarimga satr bo'ladi. Bemorlik gunohlarni yuvib turadi. G'amni qarang. Bizchi, "Voy, yana tomog'im og'ridi." Kasal bo'lib qolmaylik, g'amda. Kasal bo'lsa qancha xafa bo'lamiz, tuzalsak, "Xudoga shukr tuzalib qoldim-ey." Bularni tarozini qarang qanaqa bo'lgan. Shuning uchun biz sahobaga yeta olmas ekanmiz-da. Kasalligim gunohlarimni yuvilishiga sababchi bo'ladi-ku. Yopadi-ku, kaforat bo'ladi-ku. Shu uchun men bemorlikni yaxshi ko'raman degan ekanlar. Uhibbul maut, o'limni yaxshi ko'rishligimchi? O'limdan nima yaxshi ko'raman? Liyaqi robbim, men Robbimga ro'para bo'laman-ku o'limdan keyin degan ekan. O'limdan keyin men Robbim bilan yuzma-yuz bo'laman-ku men. O'sha uchun o'shalar ishtini yaxshi ko'raman degan ekan. Bu sahobaning javobi Rasululloh alayhisolatu vasallamning qalblarini titratib yubordi. Rasululloh bir muddat ko'zlariga yosh kelib to'xtab qolgan ekan. Bu sahobani qarang, yer yuzida eng taqvodor zot, eng Allohning buyuk bandasi payg'ambarni yonida yurganlar payg'ambarni shoshirib qo'yaveribdi. Shunda Rasululloh alayhisolatu vasallam biroz xushyor tortdi-da, ularni sal xushyor qilib qo'yishlik uchun endi bu ketishda kelsa dunyodan butunim uzilib qolmasin deya va hubbib illayya minad dunya, ya'ni sizlarni mana shu dunyolaringda dunyokum salasa, sizlarni mana shu dunyolaringizni Alloh taolo menga ham 3 narsani yaxshi ko'rsatib qo'ydi dedilar Rasululloh alayhisolatu vasallam. Birdaniga o'zi ham chalg'idi, qolganlar ham chalg'idish uchun. Ya Rasululloh, sizga ham dunyoda sevimli narsalar bormi? Bor. Nima birinchisi? At-toyib, xushbo'y narsalar menga mahbub qilindi. Xushbo'y atirlar, xushbo'y narsalarni men yaxshi ko'rdim. Alloh taolo menga sevimli qilib qo'ydi. Keyingisi va nisa, ayollar menga yaxshi ko'rsatiladi. Bu hamma ayol degani emas. Oila qurib, farzandli bo'lib, ayol bilan, juft halol bilan bir mehr oqibatda yashashlik menga mahbub qilinib qo'yildi. Agar Rasulullohda asli yaxshi ko'rgan narsalar boshqalar edi. Lekin sahobalar tarki dunyo qilib qo'ymasligi uchun ayni paytda shu daqiqada mana shu uchadan narsani Rasulullohning qalbiga mahbub qilib qo'yganda sahobalar oila qurib, bola chaqali bo'lishligi mahbub ekan-ku deyishga o'tgan o'shandan keyin. Menga demak toyib narsalar, o'sha xushbo'y narsalar sevilib ko'rsatilindi. Ayol yaxshi ko'rsatilindi, shu oila qurib, bola chaqali bo'lish va ja'alda qurrata ayni fi solat va namoz meni ko'zimda quvonch qilib berildi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahobalar hammasi boshqacha bir kayfiyatda tabassum qilib, kulishib o'tirgandan keyin shu zahoti Rasululloh birdan yo'q-yo'qlarni yig'ishtirib oldi. Yaktaklarini yig'ishtirib, bosh kiyimlarini to'g'rilab oldilarki, va hayna izin nazala Jibril alayhisalom. Jabril farishta kelib bularni suhbatiga qo'shilgan ekan. Baxtni qarang. Suhbat qizdida, zo'r qizidi suhbat. Bizga zerikarli bo'lyapti. Ularning suhbati qizidi degan. Ular uyqusi kelmaganda, hammasi xushyor turganda Jabril farishta kelibdi alayhisalom. Qarang-a, hozir Jabril farishta shunday kirib kelsa eshitdi. Nima bo'ladi? Odam qo'yvasida kirib men Jabroilman desin. Keyin mayda o'tiring deya olamizmi biz? Shunda Jabril farishta keldi. Ogoh bo'linglar, xushyor bo'linglar dedi Rasululloh alayhisolatu vasallam. Hamma sahoba xushyor bo'lib turgan bir paytda farishta Jibril alayhisolatu vasallam bularning suhbatiga qo'shilib aytgan ekanki, "Ya Rasululloh, Alloh taboraka va taolo shu dunyoda menga ham 3 narsani mahbub qilib qo'ydi shu daqiqada" degan ekan. Qarang, shu daqiqada Alloh taolo menga ham 3 narsani mahbub qilib qo'ydi. 3 narsadan men dunyoda yaxshi ko'rgan narsam bor ekan meni ham dedi. Sahobalarga Rasululloh bu gapni gapirib turibdilar. Bu nima edi?
Yaxshi ko'ring, birinchisi tablug'i risala. Alloh taoloning vahiysini sizga olib berib turibman-ku. Bu men uchun juda ham sevimli ish qilib beriladi, ya Rasululloh. Ikkinchisi addil amana, omonatni vaqtida egasiga yetkazish men uchun juda sevimli qilinadi. Va uchinchisi hubbul masakin, miskinlarni yaxshi ko'rib qoldim men degan ekan. Miskin, kambag'allarni Alloh taolo menga yaxshi ko'rsatib qo'yib qo'ydi. O'shuning uchun kim miskin, o'ta kambag'al, qashshoq kishini uyiga borib o'tirsa, boshini silasa, bilingki, u yerda kim bor ekan? Jabroil alayhisalomni o'sha yerda ko'rar ekanmiz inshaalloh. Nima uchun? Biz faqat boyda uyiga boramizda, chunki boy to'y qiladi, izdihom qiladi, chaqiradi. Kambag'al bizni chaqira olmaydi, bora olmaymiz uyiga. O'yin xohlaydi keyin. Meni bir choy qilsam, mehmon chaqirsam, hojakalar kelsa, bir domlalar kelsa, bir duo qilib kelsa, lekin u bechorada yo'q. U orzuligicha qolib ketaveradi u. Alloh taboraka va taolo ey Jabroil, ana shu domlalar, hojilar bora olmayotgan joyga sen bor der ekan Xudo taolo. Bu miskinning qalbi o'ksimasin. Dunyoda qalbim o'ksi deb turganda uyiga Alloh taboraka va taolo eng afzal mavjudotini jo'natib qo'yar ekan sizlar o'sha yerda. Mana miskinning uyiga borish qanaqangi ajr bor ekan. Mana miskinning uyiga borib ikkitagina non berib qo'yaylik. O'sha yerda farishta bilan agar biz ro'para bo'lib qolsak, qiyomatda o'sha farishta bizga manfaat tegar ekan inshaalloh sizlar. Sahobalarning baxtliligini qarang. Sahobalar o'tirgan suhbatda Jabroil farishta alayhisalom kelib, mana shu xabarni berganda sahobalar nihoyatda xursand bo'lib tursa emishki, Jibril farishta uchib ketdi. Bir muddat yana qaytib keldiki, "Ya Rasululloh, Alloh taoloning sizga salomini olib keldim. Alloh taolo ham dunyoda siz uchun 3 narsani yaxshi ko'rar ekan" dedi. Qarang. Suhbat Allohning dargohiga ko'tarilib bo'lgan ekanda sizlar o'shanda. Subhanalloh va bihamdihi. O'sha suhbat Alloh dargohiga ko'tarilib bo'lgan ekan. Alloh taolo aytayaptiki, "Ya Rasululloh, Alloh ham shu dunyolaringizda sizlarga yaxshi ko'rgan narsasi bor ekan." Buni bu juma aytamiz inshaalloh. Hozir aytib qo'yaylikmi? Ajab emaski, bizning suhbatimiz Alloh dargohiga ko'tarilsa inshaalloh. Qolulloh taborak va taolo Alloh aytdiki, "Ya Rasululloh", Alloh aytdiki, "Shu ey Jabroil farishtam, siz borib turgan shu dunyoda men 3 narsani yaxshi ko'rdim. Shu suhbatdan keyin. Lisanu zakiron, doim meni eslaydigan tillarni men endi yaxshi ko'rayotgan bo'ldim. Yaxshi ko'rdim endi men. Doim Xudo xolasa Alloh Alloh deb yuribmizmi? Hozir mana shunda hammamiz bitta narsani bilib olamiz azizlar. Bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'ryapti. Va qalban xoshian, doim qalbida Allohga qo'rquv bor bandani men yaxshi ko'rdim shu dunyoda. Uchinchisi, va jasada shunday bir jasadki, alal bila'i sobiron. U jasadda bir og'riq ko'rganda, bir musibat ko'rganda, Robbim shuni menga loyiq ko'ribdi. Robbimga men sabr qilaman deb mendan deb bilsa o'sha musibatini, bu bandamda o'sha ishini ham men yaxshi ko'rdim degan ekan. Mana Alloh taologa eng ko'tarilayotgan nuqtamiz azizlar mana shu nuqta bo'ladi. Demak, kim nima desa desin, men bilaman palonchangni, xafa bo'lmang. Men bilaman buningda nima qilib yuribdi, xafa bo'lmang. Bizda 3 ta narsa bo'lsa, hech qachon xafa bo'lmang. Nima ekan? Birinchi o'rinda zikr qiluvchi tilimiz bormi? Uni gapida siz xafa bo'lib o'tirmang. Nima desa desin sizda, g'iybat qilsin, yozsin, tuhmat qilsin, sizni Parvardigor olqib turibdi. Dunyoda Parvardigorning huzurida biz joy ololdik. Ikkinchisi, qalbimizda qo'rquv bormi? Mana hech kim yo'q joyda ham nimadir bir ishga to'g'ri kelib qoldik. Bitta Xudoning oldiga borganda qanaqa javob beraman? Qalbimizda bizda xushu bor ekan azizlar. Shunda asta olib ketib yorsa hech kim bilmaydi-da. Yo'q, to'g'ri. Hech kim ko'rmayotgan bo'lishi mumkin, lekin Robbim ko'rib turibdi-ku. Ko'tarildi darajangiz Allohning huzurida. Uchinchisi, mana qish payti kasallik keladi, bemorlik keladi, hamma qanaqa sinov bor. Shu sinov kelganda Robbim meni loyiq ko'ribdi, Robbim shuni xohlabdi, musibat tanamga berdimi? To'g'ri, inson musibatda qalbi og'riydi. Lekin Robbim meni tanlabdi shunga. Men sabr qilaman deng. Darajamiz inshaalloh mana shu sahobalar, Jabroil farishta, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan darajani Alloh taolo hammamizga inshaalloh nasib qilar azizlar.
Ilohim Alloh taolo hammamizga mana shu buyuk nasibani ilohim ato qilgan bo'lsin. Bu ulug'larning gapini zikr qildik. Inda zikrisan tanazzalur rahma. Allohni zikr qilgan, solihlarda zikr qilgan joyga Xudoning rahmati tushadi degan. Inshaalloh mana shu suhbatimiz, shu dargoh, mana shu holat Alloh huzuriga inshaalloh ko'tariladi degan umiddamiz hammamiz. Parvardigor hammamizni o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Dunyoda doim mana shunaqa ulug'larning suhbatlarini eshitib, ulug'larning hayotlaridan biz shu suhbat qilib istifoda olishligimiz Alloh taolo hammamizga ilhom nasib qilgan bo'lsin. Xo'p, vaqtimiz qolibdizlar. Duo talablar bor ekan. Baliqchi birodarlarimiz qurilishga ikkini oson qilib Alloh qabul qilgan bo'lsin. Bahodir aka marhum haqlarga duo talab ekan, Said Ahmad aka shifo talab ekan, bir tonna sement berganlar bor ekan Arabxonadan. Oybek aka ustalarga oson qilib berdilar, ustalarga taom berib turganlar bor. Ichki ishlar xodimlari ham haqlarga duo so'rab, mana kelib masjidda bitta ikkita es yo'lga kelib xafa qilmasin deb masjidga kelib turibdi shular ham. Alloh taolo shularning barakasini bersin. Va yana azizlar, bir narsamiz bor bizda. Hozir ustalarga biroz pulga biz qiynalib qolganmiz. Bir yaxshi bir do'stimiz bundan bir 5-6 oy avval tuya ehson qilgan edi. O'sha tuya yaxshi katta bo'lib qolgan. Shu tuyani sotishimiz kerak. Tuyani narxi 14-15 million atrofidagi. Shuni kim Xudo uchun sotib olsa, ayni paytda shu ustalarga, shu masjidga uzilib qolgan joyga Xudo uchun bo'lib ketardi. Tuyani olmoqchi bo'lganlar Xudo uchun mana kelib Zokir akamga uchrashsa, shu masjidda o'zimizdan bo'lamiz, shu yerda kelib tuyani ko'rib savdolashib ketishlik mumkin inshaalloh. Xudo uchun, biz uchun emas. Bir duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assolatu vassalamu ala rasulillah. Yaratgan Robbimiz Alloh shuna bir ulug' juma kunda dargohi oliyni yog'ilayotgan barakotdan hammamizni bahramand qilgin. Bebahra qolganidan qilmagin Parvardigoro. Allohim bu aziz jamoatimizga o'zingning rahmatlaringni ato qilgin. Parvardigor bu jamoatga kelgan uzoq yaqindan kelib turganlarda Alloh qalblarida nimaiki ezgu niyatlar bo'lsa o'zing ko'rib turibsan, o'ylagan, orzu qilgan niyatlarimizdan Allohim afzallarini bizga ato qilgin Parvardigoro. Allohim har bir masjidda o'tirgan bandada mushkuli bor, dardi bor, g'ami bor, mushkulini Alloh o'zing oson qil. Dardlarga o'zing davo bergin, g'amlarni Alloh o'zing yiroq qilib, g'amlarni o'rniga Alloh o'zing xursandchilik to'ldirgan Parvardigoro. Olis safidagi safarni behadar qilgan, bu masjidni qurilishiga ehson qilganidan Alloh o'zing rozi bo'lgin, ehson qilmoqchi bo'lganlarda himmatini Alloh o'zing ziyoda qilgin. Mana yig'im terim ekin tekinlarda Alloh taolo o'zing dehqonlarimizni kuch-quvvatlarga o'zing barakangni ato qilgin Parvardigoro. Bu masjidimizni chiroyli bitirib olishimiz o'zing kuch-quvvat bergin. Allohim yurtimiz tinch qilgin, yurtboshimiz omon qilgin, fitnadan hammamiz o'zing hifzingda, panohingda asrab, hammamiz Alloh oqibatimizni go'zal qilgin. Mana shu sahobalarning ismlarini zikr qildik, amallari zikr qilindi. Qiyomatda shular bilan birga bo'lishlik baxtini Alloh bizga nasib qilgin. Shu zotlarga bergan iymon, hidoyatni Alloh taolo o'zing bizlarga ham nasib qilgin. Allohumma solli va barik ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.